Assalomu alaykum. Divan Spanning YouTube kanalimizni muxlislari, mana shu holati, Spanning holati divanimizni. Mana pol Spanning, mana oddiy o'tirib foydalanadigan Spanning holati mana. Suyanadigan spinkalarni ham boshqacha qilib yangilikda qildik. Asosiy egasini xohishiga qarab bo'ldi. Hozir bu qoramiz dastlabki chiqib ketyapti. Xudo xolisa olib borib o'rnatib beramiz inshaalloh Andijon shahar ichida. Mana bu holatimiz mana yarim Spanning holati bo'ladi. Monolarimiz katta mana duq Spanning bo'ladi. Sondig'ini ham ko'rsatib qo'ying. Uchovi bir xil razmerda, rangi boshqa xolos. Xudo xolisa kelishilgan holatda olib borib berilaveradi. Mana shu Andijon shahar ichi, O'zbekiston bo'ylab dastavkalarda ham kelishilgan holatda qilib beramiz, Alloh nasib qilsa. Bularda kreslolari ham bo'ladi, xudo xolisa qilib berilaveradi. Mana sondiqlar ichida. Materiallarimiz mo'shi, yog'ochlarimiz 100% sasnada bo'lgan. Yonlari MDF displeyda yig'iladi. Shu nomerlarimizga telefon qilaverasizlar. Zakaz qilmoqchi bo'lganlar ko'rib qo'yaveringlar mana.